O, mana shunaqangi sifatli go'shtlardan optim narxlarda 18 yildan beri shashlik marinatini tarqatadigan Nazir akam oldilariga keldim. Nazir aka kilolab marinat go'sht sotishni birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yganlar. Shuning uchun ham yillar davomida mahsulotlari sinalgan. Chirchiq shahridagi ko'plab kafe va restoranlar aynan Nazir akadan marinat olib shashlik qilishadi. Marinat shashliklarning assortimenti ham 10 ga yaqin ekan. Mol go'shti, qo'y go'shti, rulet, tovuq, hattoki baliq va o'rdakdan ham marinatlari bor ekan. Ko'pchiligiga yoqadigani bu o'zlarini maxsus g'ijduvon qiymasi. Nazir akani o'zlari ham aynan g'ijduvonliklar. Shuning uchun ham kabobni barcha sir-sinoatlarini juda yaxshi biladilar. Xon go'shti buncha ko'p maqtadingiz deyishinglar mumkin. O'shaning uchun ham ataylab yeb ko'rdim. Haqiqatan chirchiqliklarni maqtaganicha bor ekan. Kaboblar juda ham sochni pishgan. Tuzlamalari va marinovkalari dobida bo'lgan. Bu yerdan marinovka go'shtlarni kilolab ham, donalab ham olsanglar bo'ladi. Kiloga eng arzoni 60 mingdan 150 minggacha, donasi 7 mingdan 15 minggacha bo'ladi. Faqat kafe va restoranlarga emas, oila davrasida yaqinlaringizga pishirib berish uchun ham olsangiz bo'ladi. Dastavka xizmati ham bor. Toqqa chiqib ketayotganda shunda Chirchiqqa kirib olib o'tib ketsanglar, Nazir akani marinatlari umuman uyaltirmaydi. Endi siz mazali, sifatli va optim narxlarda qayerdan shashlik olishni bilib oldingiz. Nazir kaboblari ertalab 8 dan kechki 8 gacha ishlashadi. Faqat har seshanba kuni dam olish kuni. Adresi Chirchiq shahar Troyskida joylashgan. To'liq lokatsiya Telegram kanalimda bor. Bu videoni doim sizga shashlik pishirib beradigan yaqiningizga yuborib qo'ying.